أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. كتاب بيع العرية biz burun riba bablarida bir qism deb o'tgan. Muhaqala deganimiz bay'ir rutab ala ru'usin naqli bitamr. Va ariya deganimiz ham bu shunga o'xshash, lekin birash kutib xo'mining bir qancha xo'mininki yangi pishgan mevasini gul xo'miga almashtirish. Bu nima uchun shundan mustasno qilib ruxsat qilingan desa, shu chaqda Madinada muhojirlar vardı. Makkadan hijrat qilib chiqqan muhojirlar Madinada ko'pda, ularningki bog'lari, dal-daraxtlari yo'q. Hamma narsani tashlab kelgan. Ansarlarningki ular bog' egalarida uning dal-daraxtlari vardı. Şundan şu muhacirlarga köpünçe Araplarning qoidasi bo'yicha bir bog'da mesela 50 tub xo'misi olsa, 2 tub xo'mini, 3 tub xo'mini sizlarning muvasini egilanglar bujil deb menda oriyat bergandek. Ariya degan oriyatdan kelgan bo'lishi mumkin yoki boshqa tubsizlardan kelgan bo'lishi mumkin. Lekin mazmuni ham boshida bir berib turgan xo'ma. Shuning muvasini bujil sizlar egilanglar deb. Kambag'allarga xayr saxovat qilib berishi mumkin. Yardım qilishi mumkin. Aşında ish xo'mininki mevasini gul xo'miga almashtirib setish masalasi. Ariyaning ta'rifini bundan qiladi. اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أتت فيها في السنة. مش عرية من عبارات اختلف الفقهاء في معنى العرية. عند حديثه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا دكاغلكشن. مش حديثك مش عرايا يعني عرية مفردة. مش هذا المقصد نما دينده فقهاءنingki ko'z qarashlari o'xshash emas. والرخصة التي أتت فيها في السنة. أشهدتك أجن. أشندا almashtirish ruxsatiga qarta fuqahaning ko'z qarashlari o'xshash bo'lmadi. فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي bu Maliki mazhabdagi olimda İmam Quduriyning zamonida yashagan 425-yillarda vafot bo'lgan Bag'dodda. Al-Mauna deb 4 mujallad kitobi bor. Fiqh muqarranda. Bu İmam Malikning mazhabida ariyani qanday ta'riflaydi deb Maliki mazhabining qarashini naql qilibdi. أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه. Bir kişinin bağı olsa, şunun içindeki bir ve bir qancha tüp xo'mini muayyan bir kişiye hibe qilib bersa, daraxtni bir o'tishi mumkin yoki bu yil mevasini yeyaslar deb berishi mumkin. Ne adam da mevasini debdi. Mevasini birisiga berayotganlikni bildirdi debdi. فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له بخرصها تمرا على شروط 4. Nağınca aşını berip tuğan kişi ariyet değil misin? Ariyani ariyet deb tursak, mevasini yelish uchun berip tuğan ariyet xo'ma desek, aş ariyet bergichi, yani muarri deganimiz bog'ning egisi. Aş berip tuğan namarat kishidan shu yillik chiqqan mevani, yangi chiqqan mevani setvasi bo'ldi. Nimaga setib oldi? Gul xo'miga. Bir xarsiha tamran degan aşu daraxtda sangilab tuğan, sapaqlarda sangilab tuğan xo'mini kilolab ya janglab nima qilib yurmay, bunda qarablarma, men charak chiqqidek deblam, ko'z mo'lchari bilan taxminan mo'lcharlash bilan demakchi. Xars degan ko'z mo'lchar. Ala shurutin 4. 4 shart tepilish kerak buningda. Ahadiha an tuzhiya. An tuzhiya degan bu zahu, ya'ni rang paydo qilish, rang tuzash dedik. Xo'mining o'zini ko'z qo'shmaymi? Ha, muayyan bir nima bo'lish kerak. Masalan, ikki tub xo'm olmaydi. Majbur qilmaydi. Yo'q, majbur qilsa bo'lmaydi. Ikki tub xo'm bor. Unda qaragandan keyin shehrdagi sanglab turgan sapaqdagi yangi pishayotgan mevalar rang tuzib bo'lgan, rang tuzib bunda olib olgan masalan. Sarg'aygan, qizargan xo'mlar, yigidek bo'lgan xo'mlar sanglab turgandan keyin buni hozirlam uzmaymiz. Chunki sal pishganda udulliq uzib yemoqchi. Buni mushu ikki tub xo'midan 10 charak xo'mi chiqadigan mo'lcharlab
10 çarek xomini yoki 9 charekni 9 çarek gulli xomiga tegishimiz. Chunki 10 çarek chiqsa 1 çarek qurish jarayonida qolib ketadi deb bunda udillabroq qilamiz. Aslida bu joiz emas. Lekin kishilarning ehtiyoji bo'lg'achqa, shuningda sal qiynalib qolg'achqa, ozgina narsa bo'lgandan keyin 1-2 tutning butun bir bog'ni almashtirishga ruxsat yo'q. Ariya bo'lgandan keyin 1-2 tutib oyda birib turgan xomininkini almashtirish bo'ldi. Chunki u odamning ash 1-2 tutun boshqa xomisi yo'q. Ular masalan ya guli iskab qolsa, yangi pishgan g'oru yoki endi meyvalig'an xomisi va guli xomisi yo'q. Ular shunda almashtirish ehtiyoji bor. 4 shartni bilish kerak. Birinchisi an tuzhiya. Rang paydo qilishing. Sarg'ish yoki qizil. Hadisda va ma tuzhi desa an tahmarra yoki tasfarra degandek izohlagan. والثاني أن يكون 5 أوسق فما دونه. İkinci şart 5 vasak yoki 5 vasaqdan az bo'lishi. Ya'ni bir bog'ning butun necha tonna mevasini qismi bo'lmaydi. Jazoni shakllanib qoldi. Demak, endi mashunda bir yangi mevaga eg'iztigash yoki unda bir ehtiyoj bo'lganlikdan ozgina narsaga qilingan ruxsat. Undan keyin buning cheklamasi nega qadar bo'ldi desa 5 vasaq qadar debdi. 5 vasaq yoki 5 vasaqdan to'g'ri yana ixtilof bor. Lekin 5 vasaq desak, bir vasaqni masalan bir qarashda 195 kilo, bir qarashda 120 kilo desak, qancha bo'ladi? 120 kilo 600 kilo bo'ldi. Mesela 600 kilo ya 9 kilo bo'ldi. Fa in zadat fala yajuz. Unda ortiq qo'yib ketsa joiz bo'lmaydi. Va thalithu an yu'tiyahu at-tamra alladhi yashtariha bihi 'inda al-jazaz. 3-chi shart Imom Malikning nazarida shu guli xomiga sotib olmoqchi edi, shunami? Shu guli xomini shu mevani uzgan chaqda, daraxt setib olgan mevani, yangi mevani uzgan chaqda shu chaqda berdi. Hozir bermaydi. Bundan şu vaqtda dersin, şu vaqtdan satma şunu düşünüyorsun bunda. Ya o gülü xoma. Mavo yangi pishgan xoma. Yangi pishgan xomini yangidan ta'mchirab, endi daha yesek bo'ldigan vaqt bo'lgan chaqdam so'dilish ekan buni. So'dilishib, lekin shunda uzib olgan chaqda undan gülü xomini berdi ekan. Bu nima uchun esa yedam biyadimiz olmaydi degan shartga tushmay qoladi deb. التمر بالتمر يدم بيد والفضل رباط هو undan ki yedim biyad olmaydı degan shartga tushirish uchun keyin bersa olmaydi. Shu yangi pishgan xominin safini o'zga vaqtida macha akiriblam gul xomini bersa demoqchi. Fa in a'tahu naqdan lam yajuz. Naq bir hozirlan berib qolsa bo'lmaydi. Shuni uzgan chaqda qo'l elib berdi debdi. والرابع أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها. 4 şart şu bəgən gülü xoma şaxtki şu xomanın meyvəsinin türüdən bo'lishi kerak. Mesela biz ürükni arqali ataymiz go. Maysan, aqyaqliq, xuvaynamiz. Evet, xuvayna. Ha, mesela. Shunda bo'lsa, shu o'xshash turdagi bo'lishi kerak. Mesela ajva deymiz ma'noda. Va undan boshqa ismlar bor. Shuni o'xshash bo'lishi kerak. Endi ajva bilan boshqasining o'rtasida osmonning farqi bahada. Undan keyin shu o'xshash turdan bo'lishi kerak debdi. فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعري فقط. Ondan keyin İmam Malikning nazarida mushu ariya masalasida ruxsat berildi shunami? Lekin mushuni kimga sotadi? Bog' egasiga sotishga ruxsat qilingan. Undan boshqa g'ayridan sotishga ruxsat yo'q. Hozir bog' egasi Bəgədəmgə. mesela bog' egasi beg'idagi ishki tuxumini kambag'al qo'shnisiga berdi, ariyatga berib turdi. Shu mevasini yeyilish uchun berdi. Lekin shu xomimda berib turgan ekan, bir yillik mevasini yeyilishga berib turdi. Shoh tupi daraxt yana shu bog' egasidan. Lekin tushgan mevani yeyilinglar dedi. Degan ekan, buni bog' egasidan boshqadanga shunda sotib bo'lmaydi ekan gul xomga. Shu bog' egasiga sotish kerak edi. والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة. Bu aslida shu muzabana shakli shu. Muzabana degan shunda yangi pishgan xomini gul xomiga shaxt tutib ditlab turib setish. Endi bu shundan istisno qilinganligi shu ruxsat berilganlik shu deydi. Naha anil muzabanati illa al-araya. وهي يعني مزابنة نما بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه. Şu yangi pishgan shaxtki mevani gul olib bo'lgan quruq xomiga tegishish. Bu shaxtda shu hadisda cheklanib kelgan deydi. Allazi degana shu bay'al muzabana demakchi. Va min sinfay riba aydan riba ikki turlik bo'ldi degan tuquz. Ribal fadl, riban nisa. Shunama? Shuning ikkisining bir qismi, ya'ni at-tafadul va nisa degan ikkining bir qismi
ish qism bo'ldi dedik. Lekin ish qism nima? Ribal fadli va riban nisa. وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرص فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا. ومن صنفي الربا ومن صنفي الربا استثناؤها من المزابنة ومن صنفي الربا يعني أصل ربا معلوم سيتبو تمرga anda satgan ekan ortiq kam hatta ba'zi nasiy masalan İmam Malik naq birdi dedi lekin boshqalar nasibasi bo'ldi dedi. Undan ekan riba muomalasida istisno qilinib ruxsat qilingan, mayli etilgan deydi. Bu riba tafadul bilan riba nasadan iborat esa shundan istisno qilib ruxsat qilingan. Unda bo'lishi anna bay'a thamarin ma'lumul kayli bi thamarin ma'lumin bit taxmin. Ma'lumul kayligini bu gul bo'lib bo'lgan xoma. Buni qo'limizda bor yoki suvatda yoki xo'jinda buni kemçellab kilolab aniq bilgili bo'ldi. Bisamanin ma'lumun bit taxmin degani shaxtlik olma. Taxmin bilan bilgili bo'ldi buni. Taxmin degimiz xaris shu. Ko'z mo'lchari bilan bilgili bo'ldi. Fayadkhuluhu bay'ul jinsil wahid mutafadila. Undan ekan buni bir jinsga o'xshash mevani bir-biriga ortiq kam tegish masalasi kelib chiqdi. Shuni ribal fadli bo'ldi bu. Lekin ribal fadlidan istisno qilib ruxsat qilindi. وهو أيضا ثمر بثمر إلى أجل منا ربان نسام باطق يقول له قومنا كيم باس بلدو ديجان قراشق أساسا بلغر ربان نسام كردو demek ribal fadldan ribal nasardan istisna qilib muzabanadan istisna qilib maylda bir ruxsat qilgan muomala demakchi. فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية demek mush yuqorqila İmam Malikninki mezhebide ariye degan nima va ma hiya ruxsa fiha uning ruxsat nadin kelib chiqqan va liman ruxsa fiha yani uningdagi ruxsat kimlarga berilgan demak bag'vangilam sassi bo'ldi deb ruxsat qilingan shunami demak yuqorqilar shularning bayoni hamma bayon qilib o'tdik deydi. وأما الشافعي فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعري خاصة. İmam Şafii'ninki farqlanib turgan qarashi İmam Malik şu bag'vanning o'ziga satsi bo'ldi degandi. İmam Şafii yo'q bog' egiski satamdi, boshqalar satamdi, sirtdan bir odam satamdi, ixtiyoriy demoqchi ekan. Wa innama hiya likulli ahadin minan nas arada an yashtari hadha al-qadra min ath-thamar. Mushu miqdarda yani 5 vasaqdan eshib ketmagan miqdarda shaxtiki mevani setib olmoqchi bo'lgan qanday odam bo'lsa sirtga deng satsin bo'ldi debdi. Yani al-khamsat awsuq aw ma duna zalika bi tamrin mithliha. Aşın o'xshash guli xo'mga setish deydi. Yani tamar degan hozir yangi chiqqan mevasini demoqchi. Ma tamr guli bo'lgan xo'ma. وروي أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا القدر من التمر ثمر سجملده لضرورة الناس أن يأكلوا رطبا وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر يشتري به الرطب. بيادم ده من روايات كلنا يعني إسلامي كأجن أفضل با. مش رخصة هذا أريه برنج أريه كبرلجان ميسني يلون ده بربتوغان خومنين كنا ستش كبرلجان رخصة. إنما هي معلقة بهذا القدر من التمر يعني مشو 5 vasaq yoki 5 vasaqqa yetmaydigan miqdorda az miqdorda xo'maga berilgan ruxsat deb hadislarda kelgan. Nima uchunsa kishilarningki ehtiyoji bor, zarurat bor. Qandaysa ayyakulu rutaban. Endi uyda nechtag'ada gul xo'ma bor. Yangi meva kirib hamma xalqlar meva yeydigan chaqda, yangi xo'maga irg'itadigan chaqda buni uyda yangi xo'm bo'lmasa, bu o'zingning ushaqolning, xotin balchaqolningki yangi meva irg'itib kelib qoladi. Biz mana shu yangi yesak bo'ldi. Ashla yegis keldan. U quruq xo'mni yeyasa, yangi meva yegis kelib qoladi. Va zalika liman laysa indahu rutab. O'zining begi yo'q, yangi pishgan xo'misi yo'q kishilar endi setib olmoqchi bo'ldi. Liman laysa indahu rutabun. Bu aniqmanda. Yani rutab bo'lmagan kishi rutab alayda başında savdo qiladi. Hamda miyada manda ehtimol bor. Va indahu tamrun yashtari bihi rutab desak bo'ladi. Va indahu tamrun yashtari bihi rasulun usulunda. Bizning usulni aslida deb qo'yibdi. Va indahu tamrun yashtari bihi rutab. Va la samanun yashtari bihi rutab. Qo'lida guli xo'ma, rutab yo'q. Lekin rutab bilgisi bor. Undan keyin shu kishilarning ehtiyoji uchun ruxsat qilingan demakchi. Va Shafi'i yashtaritu
في إعطاء التمر الذي تباع به العرية أن يكون نقدا. İmam Şafii şu sodunu qilgan chaqda gul xomini gachil bir sarib. İmam Malik nahbasan olmaydi deganti. Ve yaqulu İmam Şafii deydi: "İn tafarraqa qabla al-qabd fasada al-bay'." Qulga ammay turib ayrılıp ketib qolsa, bu sodu bekor bo'lib ketib qoldi. İnavas. Yani İmam Malikning nazarida to'g'ri bo'lgan tariqasi İmam Şafiining nazarida fasid bo'ldi ekan. Naqd bermaganda xomsan pishmaydigan vaqtda bu. Yo'q, aslında so'dan tutishdiqmi? Tutishgandan biz şu gül xomini gatsa birimiz. Baldırlar. Ha, şu chaqdan birimiz. Ana daraxtni aldirmay, kunda 1 kilodan uzib beramiz. İmam Malik'in kuş karşılaşınca. İmam Malik bunu aşını kaçan uzsan şu çalırız. Yani onu bir vakti bir günler uzatsa bakar jantatıdı. Çünkü onu udulluk yiyişi mümkün. Biraklar uzatıp kalsa o korulup gül olup oldu. Vel ariyetu caizatun inde Malik'in fi kulli ma yuyabbasu ve yuddakhar. Yaybasu desek mi oldu? İmam Malik'in nazarda anı bu şu. Araya kelgan ruxsat. Bu xo'maga xasmi yoki xo'ma uzum misli, uruk va shunga o'xshash boshqa narsalarda masalan quritib gul qilib olgan narsalar bo'lsa, shu tariqada 5 vasaq ketmagan miqdorda ashuna sodlasi bo'lamdi degan masalada İmam Malik qanday meva bo'lsa, quritib saqlab olgan bo'lgan meva bo'lsa o'xshash debdi. Ya'ni tamirga qiyos qilgan. وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط. İmam Şafii ya bununla üzümni muqatmaz. Üzümünü kurutup noktalı bulduğum meyve. Kişmiş kıyılı bulduğum. Ama yani bu tamir olan inep ikisi bir ortaklık olğaçka. Üzüp, kurutup, gülü kıyılı bulduğum, kişmiş kıyılı bulduğum bu olğaçka. Inep'de mi ketipti İmam Şafii. Lakin şu üzümle mi ketipti? Başkına yağıklıptı. ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الأوسق عند مالك والشافعي. عند qanchalik miqdorda araya so'da silishga ruxsat qilingan esa İmam Malik bilan Şafii 5 vasaqdan tuvan bo'lsa ittifoq ekan. Lekin 5 vasaq bo'lib qolsa bunda ixtilof. Wa anhuma al-khilaf idha kanat 5 awsuq. Faruya al-jawaz anhuma wal man'. Şu 5 vasaq masalasida ikkilaylardan jaiz ya jaiz emas degan qarashlar rivoyat qilingan. Wal ashharu 'inda Malik al-jawaz. Va ikki rivoyat qilindi. Şıkır rivayetinin meşhurraqıda İmam Malik'nin nazarida caiz gen qarash şıkır ekan. Yani al-qawlul meşhur an Malik al-jawaz deydi. Fe'ş-Şafii yukhalifu Malikan fil ariyati fi 4 mawadi'. Demek İmam Şafii İmam Malik'nin ariyadagi qarshi qarta 4 o'rinda İmam Malik'ga xilaf ketdi. Ko'z qarshi o'xshash qilmabdi. Birincisi ahadiha fi sebeb ruhsati kema qulna. Mush ariyaga ruxsat berilish. Bir ikki qomini endi mevsini yivaslarda bergan qomini ashunda shaxt tutug'izib bilan gul qomiga tegish masalasida berilgan ruxsat nima sababdan berilgan degan sababida ixtiloflashdi. İmam Malik nima deydi? Tafodul va nasat. Ya nima shu ruxsat berildi? Bu ikisidan satsa başka ne? İmam Malik deydi, bunun ruxsatning sabab bağlan beram bo'ldi. Bizning bog'da 50 qo'm bor. Ikki tutninkini qo'shtamga birib turdim. Qaniki unda mevib chiqqan vaqtida men xotin balchaqlarni ekilib, bog'da mevib uzib, o'tirib, sayli qilib, mana kibg'ashlarim bor. Bunda o'tgan vaqtda ya bizning uydagilar chirib, baq chirib chiqay desa, u qo'shnim chirib, ya taksil chirib, aramida qo'ymagan ekan. So'ngan mushu beramchilikni yo'qotish uchun ruxsat qilingan. Ham İmam Şafii deydi, "Haqning bu yangi mevsi yegisi kildan bo'lgan ekan, shunga mayli deb ruxsat qilgan." Yani sababi ruxsat degan shu. Ve thani anna al-ariyata allati rukhisa fiha laysat hiba. Ixtilof bo'lish ikinci o'rin. Ash ariya, ash mevsini yo'lida belgan qo'mi daraxti. İmam Malik bu hiba bekor berib o'tgan metri. Yani kambag'al yoki boshqa kambag'al musulmon shunda daraxt bo'lmagan ekan, yangi eg'iz teksin deb bergan narsa. İmam Şafii yo'q bu hiba emas ekan. Hiba emas desa nima demakchanda? Ariyat desek bo'ldi. Men ariyat deganga ariyat degan yaqin kelib qoladi. İmam Malik gibi de. İmam Malik gibi dedilar ki İmam Şafii bunda demedi dedim ya. İmam Şafii nimdi de, İmam Şafii nimdi de bayan kıldı. Tamam? Qanday deb tasdiq bo'ldi deb shu yangi yigitlardan ko'rinish. Ya şu İmam Şafii bunu nimdab atıda denge keldimi? Kimdi? İmam Malik hibe dedi. Ve inma sumiyat hibatan ala tecavvuz.
Endi asli hiba emas, lekin hiba deb hamda andalam deyotgan narsa, mayl deb deyotgan narsa. Va thalithu fi ishtirat an-naqd 'inda al-bay'. Uchinchi masala İmam Şafii, İmam Malik bilan o'xshash chiqqan masalalarning uchinchisi sotgan chaqda xomini naq berishmasligi, gachsi berishmasligi. Va rabi'u fi mahalliha. To'rtinchisi qanda mevalarda bay'il ariya joiz bo'ldi. Bay'il ariya joiz bo'lgan mevalar qaysi? Fayya indahu kama qulna fi at-tamr wal 'inab faqat. İmam Şafii'ning nazarida xomilar uzum bilan ariya joiz, boshqa joiz emas. İmam Malik saqlab oldigan, quritildigan mevalarning hammasi bo'ldi dedi. Wa amma Ahmad ibn Hanbal fayuwafiqu Malikan fi anna al-ariyata 'indahu hiya al-hiba. İmam Ahmad mo bir tarafdan İmam Malikning o'ziga qo'shilibdi. Ariya degan shu hiba deganga ma'qul gapdi. Wa yukhalifu fi anna ar-rukhsata inma hiya 'indahu fiha lil-mawhubi lahu 'an al-mu'arra lahu lil-mu'arri. Lekin bu yerda ruxsat nadin kelgan degan masalada sababi ruxsat deganda Imom Malik bilan ixtiloflashgan yeri bu o'sha kambag'al kishiga berilgan ruxsatda debdi. Muarri degani bag'isi, al-mu'arra lahu degan o'sha kambag'al. Va Imom Malik o'sha bag' egisiga qarta bag' egisi bearam bo'lganlik uchun ruxsat qilgan deganda. Ma'u yo'q, kambag'alga qulaylik yaratish uchun berilgan ruxsat debdi Imom Ahmad. ويخالفه في أن الرخصة إنما هي عنده فيها للموهوب له عن المعرى له للمعري. İmam Ahmadning nazarida bu yerda berilgan ruxsat shu kambag'alga berilgan debdi. Lekin bag' egisiga emas. Undan keyin kambag'alga berilgan bo'lsa, u xalq odamga sasi bo'ldi degan mazmun chiqdi demoqchi ekan. Va zalika buning bayoni shuki, annahu yara, ya'ni Imom Ahmad shunda qaraydi. أن له أن يبيعها ممن شاء بهذه الصفة. خالقا أدمجا ساسبولدو أشو عرايا سودسنا قيسبولدو دمشيكا. وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها ممن شاء بهذه الصفة لا من المعري خاصة. معرى دبلم تختمدما. معري يك معرى له. bunun bayanı İmam Ahmad muşu alet görülgen bir net tutup müvesine aş kambag'al adam xalq adam sası buldu. Bag'vanga setish kerak emas debdi. Kama zahaba Malik. İmam Malik qaragandek unda demay, İmam Şafii qaragandek xalq adam sasan buldu dedi. Ve amma Abu Hanifata, amma İmam Abu Hanife bo'lsa, İmam Abu Hanifening qarashini eng aqli tatib bayon qilyaptilar. Ve amma Abu Hanifata fayuwafiqu Malikan fi anna al-ariyata hiya al-iba. İmam Abu Hanife ona İmam Malik'a ma'qul ketdi. Mush ariya degan hiba qilingan narsa. İmam Ahmad bu shunda dedi. Ve yukhalifuhu fi sifat ar-rukhsa. Lekin İmam Abu Hanife mush ruxsat berish sifatida boshqa qarashda bo'libdi. Ve zalika anna ar-rukhsata 'indahu fiha laysat hiya min bab istithna'iha min al-muzabanati wa la hiya fil jumlati fil bay'i. Davlaşta İmam Abu Hanife muşu arayaga berilgan ruxsat. Mushunda bir ruxsat berilgan almashtirib qilishga. Lekin bu muzabanadan istisno qilib qilgan narsa emas. U muzabanaga munosabatsiz bo'ladi. İmam Malik muzabana istisno degan. Ha. Boshqalar ham istisno dedi. Hatto ribodan istisno qilingan dedi İmam Malik. İmam Abu Hanife boshqacha bir o'ylabdi buni. Ma'uldek emas, boshqacha o'ylabdi. Bu muzabana bilan munosabatsiz. ولا هي في الجملة في البيع. Bu so'da setiq degan narsa yo'q buningda. Bu boshqa gap bo'lish. Yani qanday gapkina unda bayon qildi. وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته إذ كان الموهوب له لم يقبضها إذا ما يقبض مشهد. إذ كان لكن عنده إذا بولش ممكن ماشي. Çünkü zaman إذا تم لكن إذا شو doğru çıktı. İmam Abu Hanife bu so'z setiq emas, muzabana emas. Bu aslida bir hibadan iboratdi o. Shu hibadan hozir bir xil yenilish masalasi bo'ladi. Chunki İmam Abu Hanifening shu bag'vonning o'ziga sotsa degan qarashda. Hozir setish bo'lsam, bag'vonning o'zini almashtirdi deydi hozir. Yani mushu almashtirishni nimadan iborat desa, İmam Abu Hanife bunda deb o'ylabdi. Bu bag'ning egisi ikki tut qo'mi daraxtining mevasini kambag'al xususga ma'ni ivaslar, bujil. Mevasini ivaslar deb bergan. Lekin buni
uni uzib da qo'lga topshirib olmadi. Uyga ketmadi-ku. Yani şu bağının içinde bu. Şunda turulun. Bunda qarasa bu adam pat-pat chirib, uni bearam qilib, u xotin balchaqlar rahat o'tiramagan u bog'da. Bearamchilik qilganki, sizga ma quruq xomini biray mushuni islar deblam baqqa yiqi yo'latmaslik uchun qachida shundan qutulmoqchiman. Demak, İmam Abu Hanife deydi, asli bog'da yangi pishgan mevasini bergan, ana uni qo'lga uzib topshirib aketmagandikin, taxa qabdi qilmagan bo'lgandikan, qach ra'yini o'zgartirib, o'zining bearamchiligini tugutish uchun, qachma gul xomini biriblam yo'lga solmoqchi bo'lgan demoqchi ekan. Yani bermoqchi bo'lgan mening o'rniga, yangi pishgan mening o'rniga gul xom berib yo'lga soldi demoqchi İmam Abu Hanife. Tushunish bo'ldimi? Nima uchunsa iz mana. Chunki kanal mavhub lahu lam yaqbidha mana. Qo'lga topshirib olmagan. Bergan narsani topshirib ilishdan burun yenilish joiz emasligiga ixtilof bor. Dadisi bergan bo'lsa, qo'lga topshirib olmagan bo'lsa yenilvasin bo'ldi degan. Hazrat Abu Bakr shunday yenib olgan bir. Wa laysat indahu bay'un mana. İmam Abu Hanife'nin nazarida bu so'z setiqma emas bu. Setish degan gap yo'q. Wa innama hiya ruju'un fil hibati ala sifatin maxsusa. Bu hiba qilib bergan narsadan ma'lum bir xil shaklda yenib olishdan iborat. Bu sifa maxsusa degan nima esa va huwa an yu'ti badalha tamran bi kharsiha. U sifa maxsusa shu mo'lchallab turib, ya'ni shu o'rniga dal keldigan az emas, kam emas bir mo'ni berib rozi qilib yo'l silishdi iborat. Demak, bu yerdadir ruju' fil hiba degan unda tutilgan unda ish bo'lmadi. Chunki ruju' fil hiba degan ayeti aytkish. İşte qo'shtilgan masala. Bu bir satış. Lekin bu yerda yenilish olmadi, uning o'rnini dalam almashtirishdan iborat bo'ldi. Yuqorida masalan İmam Malikninki ariya degan nima deganini o'qildi. İmam Tahavi ixtiloful ulamo degan kitobda İmam Abu Hanifening nazaridagi mush ariyani bunda tunishtirib, bunda rivoyat qildi. An Abi Yusuf an Abi Hanife qala ma'na zalika indana an yu'arriya ar-rajulu ar-rajula tamra nakhlatin min nakhlihi falam yusallim zalika ilayhi. Nu topshirmadi, ba'di lekin topshirmadi, shaxti bash beg'ida. Hatta yadhhara lahu an la yumakkinahu min zalik. Ba'msan bo'g'lik buni. Bu meni amso'g'lik bu. Chunki kunda chirib bu yo'g'lab yurib bearam qilyapti. Fayu'tihi makanahu kharsahu tamran. Ash-shaxtga bergan, burun bergan mo'sining miqdorida faraz qilib 10 chorak chiqdi desa 9 chorak masalan qo'raydiganligini mo'ljallab turib 9 chorak gul xomni biriblam yo'lga sildi. Faya xuruju bidalika an ikhlafil ba'd. Ba'di qilib qo'ygan, biray deb qo'ygan, ba'din deb qo'ygan. Deb bo'lgan undan bearamchiligini tugutish uchun ma gul xomni aslab maslada yo'lga soladi, jonlan ba'disimi tug'an bo'ldi demoqchi ekan. O'chada araya olmaydi o. O'chada shu bergan hibisni boshqa gul xomga almashtirib bergan bo'ldi deydi. Biraz setish degan gap yo'q. Araya tijorat emas, bu be'a emas. Be'a emas, bu hiba demoqchi. Endi buni be'a deyilib qilishi, hadisda be'a deb kelgansa, u bunda tajovuzdan degan. Hadisda masalan tuba'a bi kharsaha tamran deb keldi-ku. Antuba al-araya deb. Bu hadisga kelgan be'a degan-chu desa, bu majazan degan gap. Tecavüzen. Lekin amaliyotda nima? Burun bergan hibininki badali. O'rni almashtirishga bor. Davom kim? İmam Abu Hanife uni hiba deb qaraydi. Shu İmam Ahmad, İmam Malik o'xshash. Wa umdat mazhab Malik fil ariyati annaha bis-sifati allati dhukira sunnatuha al-mashhuratu indahum bil Madina. İmam Malik'in nima uchun shunda ta'rifladingiz ariyani? Nima uchun bunda shartni qo'ydingiz desa, tayangan nima ekan? Amil ahli Madinani oldin o'rin qo'ydi-ku. Ya'ni usullardan ichida xila yuqori o'rin turibdi. Lekin biz Madinada mushunda muomala qilib kelgan, biz mushunda tuniymiz buni debdi. قالوا مالك مذهب كلامنا واصل هذا ان الرجل كان يهب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول الموهوب له عليه mana bir qancha tuxumini unda mesini ivaslarda birdikan birasigan bayandikan kundu baqishir baram qilavergan ekan bearam bo'lib fa ubiha lahu an yashtariha bi kharsiha tamran indal jazab ashuni uzib oldigan chaqda gul xo'mi beriblan setib oldiganga tutishga ruxsat qilingan edi. Qo'lni pishqanda kaslam shunga necharak mo'ljallatsak shunchalik gul xo'mi raisliga bo'ldi, chiruji muslimaga deb to'sa qo'ydik. Ya'ni shu Madinada bo'lgan ahvollar
şu kenan. Şoňa şunda şert qıpdy. Ve minel hujjati lahu yani İmam Malik'nin delillerinden birisi nimege delilse fi anna ruhsata inma hiya lil muarri mana aş bagwallama inda situasi boldu degan qarışının delili hadithu Sahl ibn Abi Hasmata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem نهى عن بيع التمر بالرطب إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا مش حديثنا دليل قبطه يا وجل استدلال قيسة يأكلها أهلها من إيجسة عشان ده نميدو ينبشخن على تيدو bu muttafaqun alayhi hadis. Qalu yani vecil istidlal da أهلها بالمسا شو معرين özüne. Ha. Ahluha degan şu egesi degani şu bağının egesi demoqchi deydi. Qalu mana Maliki mazhabdagi olimlar vecil istidlalda bunda debdi. Fa qawluhu ya'kuluha rutaban dalilun ala anna zalika khassun bi mu'arriha. Li'annahum fi zahir hadha al-qawl ahluha. Şunu egesi deganda gap qolmadi. Bu egesi kim desa bağının egesi edi. Va unikin bağının eskilan satishga ruxsat qilingan. Yana bir rivoyatda qaraqasa lahuma deb kelgan. Bağ egesi bilan shu mavhubulahu ikkalanga ruxsat qilindi degandan boshqa uchinchi shaxs bunga so'zlashamaydi degandek ma'no chiqadi. Ahluha deganda Abu Hanifa'ning dalilining kuchli chiqqani asli u birvatgan narsa emas, o'sha yeb qo'ygan qul olmagan bo'lgandan keyin Zahiri shunday, lekin Imom Shafi'ning nima yo'da vajilal yaman. Imom Shafi'i boshqa nima bo'ldi. Imom Abu Hanifa o'sha Imom Malik o'xshash. Ahluha degan shu bağning egisini ko'rsatdi deydi. Çünkü şu daraxtning, şu mevaning egisi asli şu bag'van. Taxi o't qo'lga topshirib olmadi uni. Mavhubulahu. Qalu fa qawluhu ya'kuluha rutaban dalilun ala anna zalika khasun bi mu'arriha li'annahum fi zahir hadha al-qawl. Adam ya da vajilstan zahir derecelik. Yani nas emas ma bu. Sahibul hadiqa ya sahibun naql degan gap yo'q. Ahl deganliklarda ehtimollik bor, lekin zahir 80% shuni ko'rsatadi. ويمكن أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان. Aşı setvagan adam buluşu mümkün. Bağ istim başka. Birisi şunu setvasa, şu ehli buluşu mümkün. Bu anda 20-30% ihtimalli. İmam Şafii şunda deydim. Ehliha degan aşı kim setvasa şunu ko'rsatdi. Adem bergan bo'lsa ashna o'yliklarni ahli bo'ladi, mavhubullohga o'yliklarni. Aş mavhubullahu ahli bo'ldi. Endi setib bo'lgandan keyin u mavhubullahu buni setibdi hozir. Setayotgan kim ahli kim hozir desa, ahli aş bag'lardan boshqa, mavhubullahu boshqa, shu setvagan adam uchinchi bir shaxs bo'lishi mumkin dedi arkadaşlar. İmam Abu Hanifa bilan Malik shu bag'ning egisi degan gap ma'vo. Doim uchinchi shaxsga satamaysiz degan gap chiqdi dedi. Lakinna qawluhu rutaban mana bu yerda shu yangi pishqanni o'lmaganda o'lmay degan gapdan va ta'lilun la yunasibul mu'arri. Yani bir mazhabning Maliki mazhabninki bag'van degan nimaga apirishqa taz munosib kelmaydigan ibora ma'vo. Chunki bag'van bunda 40-50 yani boshqa necha qo'mil bor, undan rutab olib yalaydi ular. Ma faqat rutab yo'q bir kishining gapi. Rutabga ehtiyoji bor bir kishi. Undan keyin uchinchi shaxs bor demakchi. وعلى مذهب الشافعي هو مناسب. İmam Şafii'nin de dil çıkdı. Yani üçüncü şahs sasın buldu yani kim? Üçüncü şahs aslında nima uchun so'zlashgan buni? Rutabga ehtiyoji yo'qligi uchun. Bu shu rutabni yemasa boshqa yeydigan rutab yo'q uningda. Lekin endi Hanifi mazhabida Maliki mazhabniki demo bag'i yeksamda shu o'zinikini yeb, ma'nimi setib oladi, buni yeyish mumkin desa bo'ldimda. Bu ehtimollik bor. Wa humul ladina laysa indahum rutabun mana. Ularning qo'lda rutab bo'lmag'achqa setib olgan. ولا تمر يشترونها به. Rutab yo'q. Hamda rutab setolaydisan boshqa gul xo'musimi yo'q haqlar shu deydi. Uchinchi turli haq. Pul yo'q o'chadi. Ay haqida pul bo'lmag'achqa, garchi bozorda setoldigan ish bo'lmag'achqa. Ya, ma iboratun shu, masalan, quruq xormon yo'q qishda xormon setoldi desak, bir narsa seto'lish kerak. Xom setolgan yo'l xom yo'q meniki. Boshqa bo'ladigan gapni indahu yo'q. Tamrun yashtarunaha bihi desak bo'ladi. Ha, to'g'ri. Tamr deyishdi deydi. وذلك لمن ليس عنده رطب ولا ثمر يشتري الرطب وعنده تمر يشتري الرطب deydi. Mana ishkil gapdi. Tamam. ولا ثمر. Tamam, biz shuni qisqartirsak bo'ladi. Laysa indahum rutabun va indahum tamrun yashtarunaha bihi. Gulu qomatda rutabni sotib olganlar shular, uchinchi shaxslar bular. ولذلك كانت الحجة للشافعي. Bunda ma mazmunna ko'z tutsak
İmam Şafii'ninki sal jalliq chiqdi dedi. İmam Malik'ninki qaraganda jalliq chiqdi. Bu misal ehtimolli qilgan, bek jalliqmi o'ch ketmaydi. Ve amma annal ariyata indahum hiyal hiba. Yani İmam Malik hiba dedi. İmam Abu Hanife mi, İmam Ahmed mi hiba degandi. Bu hiba deganlikning dalili qaysi? Fad-dalilu ala dalilika min al-lugha. Hiba degan lug'at ariya deganni shunda izohlagan. فإن أهل اللغة قالوا العرية هي الهبة واختلف في تسميتها بذلك. نمشن مشو عرية دب أطلد بو دسا bunun sebebi doğrusu ihtilaf var. فقيل لأنها عريت من الثمن. Buradan da uriyet degan yalançlangan, qali bo'lgan degandek. Yani bu pulsizlamshlar yalançlan berib o'tilgan degandek. Bunda bo'g'achqa debdi. وقيل إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته. Bu tilashdan kelib chiqqan, so'rash tilashdan kelib chiqqan deyilibdi. ومنه قوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وجبت جنوبها deganimiz qurbolliq. Makkaga hadiya elib berilgan tugila val budna jalna lakum. Tugila uni o'rtunda turib bilan nahr qilgan, pokallaydan. Pokallaydan u xansirab bilan bukka tushgan chaqda وجبت جنوبها degan saqatat ala jambiha degan. Junubuha fakulu minha yani so'yab uning go'shini yanglar va at'amul qani'a degan qanoatchiliklar berib masalan ma go'shtni bas davjimay o'ta o'tirganlar. La yasaluna an-nasa ilhafa deyirlar. Bulg'un biranlar uyga opirib biranlar. O'zi demisimi ma go'shtni isladi opirib biranlar. Va at'amul qani'a wal mu'tar. Wal mu'tar degan oldiga chiqib to'sab turoldi. Ma go'sht asildi deydigan. Aşında kişiler. Yani tilep turoldalar yani mu'tar diye. Tileydiler. Şöyle Araplar burun tılaşıyormuş, az tarafını söyleyken de mi? Ha, nahr diyen şu. Zabh diyen de üst tarafın. Baş tarafı yakın yerden zabh kılınır. Nahr diyen yerden. Bu yanın bedenge yakın tarafı. İkisinin farkı var şu. Beden işkeyen mi? Beden işkeyen kılırken lekin adette bir yerden kılındı. İşkeyen kılsa sizlere kansırsını yanıgen. Arap türlülerinin mu'tar ilişkisini bildirmişler. Kırılışa ona aravtur racılı a'ruhu idha saltu muşun bir demekçi. Asli tige jiltize şu aravutudun kelgen demekçi. Ya to'g'ri chiqilgan. So'rash tilashdan kelgan demekçi. Men o'xshash qo'ydi. Ya men o'xshash sig'i chiqasimi? Yani shunda chiqdi dedi. Ha, Yasinjanning degani bu bunda oxir vavulan emas, mudaafma, mudaafdan kelgan demekçi. Yani vaznda farq bor demekçi. İdha sa'altuhu وإنما اشترط مالك نقد الثمن عند الجذاذ. İmam Malik niçin anda şu xomunu üzgen çağda andın gül xomunu bersen deb şu çağda berishni shart qildi. Yani ta'khirahu ila dalika vaqt. Yani sodiqlashgan vaqtdan kechiktirib xomunu shaxtdan üzgen çağda bersa deb shart qildi esa li'annahu tamrun warada ash-shar'u bi kharsihi. Çünkü bu aslında ko'z mo'lchari bilan dutlab mülçerleş şeriatı körüsülgen bir xoma bu. Fakane min sünnetihi en yeteaccela ilal cezab. Ondan diken bunda türlü xoma şeriatta üzgen çaqqa kechiktirildi dedi. Asluhu az-zaka. Yani bu delil nimada ibarat? Qiyas. Zakatga qiyas qilyapti. Çünkü zakatning biz bag'ning usullarini şu zakat xodimlari boshda bir berar. O'shunda g'o'rablari sangilab mesela, g'o'rilari shunda tushgan chaqda berib, bak shunda qarab o'zining oilasi yeydigan bir narsa sutni chiqarib o'tadi. Qulun qo'shdan birdigan bizdan sutni chiqarib o'tib, qog'inni 5 tonna meva chiqargan deb mo'lcherlar, shaxt tutgan holatda. Mo'lcherlab uni keyin pishgan chaqdandan berib zakatni topshiradi. G'o'rchaqda o'zi bilan ketmaydi. Chunki g'o'rchaq paylanmaydi. Boshda bir berib mo'lcherlab o'tib, bu boshda berib mo'lcherimiz qanday bo'ldi? Bu chiqqan chaqda zakat xonini kappochi yo'qtiritish mumkin. Şu zakat tayindagan ekan, mushuningni shunda deb zakatga qiyas qilib qo'yman Malik. Va fihi da'fun. Lekin bu dalil hozir ajiz. Uyligini yeydigan, boshqa bergandan qo'shmaymiz zakatni. Uni endi apple qilib zakat darsiga chigizmaydi nima qildi? Pulni imsab topmaydi bormi? Yo'q, bunikida shu masalan 20 koy, 25 ming koy nisab desek, şu nisab üzgün birdi, onun da artık hüküm birdi. Emmiga birdi. Mağında lekin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zekat xodimlari tutgan yo'l, aslında bir ikki turlik nimani chiqarib o'tib turib, andan hisoblab. Kan qo'saqlik bilan nima qilgan? Li'annahu musadamatun bil qiyasi
li asli sünnet. Yani bu kıyasını götürüp sünnetke takgandek, sünnet bilen soqaştırgandek. Bu ikisi tenkemediğin narsa. Asli sünnetin ibaret nima? Kıyas degan fariz. Yo'q, bu shu varaqasa fil araya degan hadis bor. O'sha hadisga kelgan ruxsatga qarta qiyosni ko'tarib chiqqanlar demoqchi. Hadisin o'zida vaqt so'da qilishgan chog'da birdan qo'rqolmay deydigan gap. Unda bo'lmasa, u odam uni biroqlam uzib qo'ymaydi. Kunda 1 kilodan uzishi mumkin. Lekin foydalanmaydi. Shu uzgan qadar foydalanmay, ya'ni rutabdan foydalanmasa, yana o'zi chiqmaydi degandek. Bu jiqolib qolsin, bu deyrazmi unda? Masalan, yo tangidan qilsa, unda hech qanday mas'ul yo'q endi. Masalan, 10 kilo, 10 kilo berdi. Unda nima uraylik ruxsat qilganiga jiqolib olsin, bu deyrazmi? Bo'lmaydi. Shuna mo'lchallab turib, manchilik xomva deb shuning udullig'i kildigan, tang kildigan gul xomiga almashtiramiz. Masalan, avu 11 charak chiqadigan yeni xomi bo'lsa, buni gul xomi 10 charak kelsin. 1 charak bu qurishni ustida quraydi deb qarasak, shunday shu xaris degani shu mo'lchallab turib. Chunki wal fadlu riba at-tamr bit-tamr yadam biyad wal fadlu riba degankin ortiqcha jazoni. Ribat tafadulga chirib qolding. Ribat tafadul demas uchun mo'lchallab turib 10 charak dedi. Lekin 10 charak ma'u kursa 9 charak chiqib qolaman ki 11 charak olsa 10 charak tanlashdi deb. Ama uni egizbas chiqib qolsa kechirib o'tgan narsa. Demak, İmam İbn Rushd hozir Malik mazhabining dalilini azizlashtirdi. Asli sudda degan balki ash hadis bo'lishi mumkin, balki ash hadisda kelgan, hadislar rivoyatda kelgan hul xomiga ehtiyoj borligi. Ashkisining hul xomi yegisi bor. Lekin shu pat uzib yeyish degan ash rivoyatlarga zidildi degan bo'lishi mumkin. Va indahu annahu idza tatawwa ba'da tamam al-aqd bi ta'jil at-tamr jaza. Indahu yani inda al-Imam Malik keyin meni o'zgan chaqda birma deb putishibdi, lekin putishib qilib uni gatsi bir vasamayli ekan. Naq bir vasamayli deydi. Ki vaqtini kutib turmay. Wa amma ishtiratuhu jawazaha fil khamsati al-awsuq aw fima dunaha. Ama İmam Malik bay'al araya 5 vasaq doirasida bo'ldi yoki 5 vasaqdan tuvan bo'lish kerak degan so'zninki dalili bo'lsa, mushahhis edi. فلما رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرسها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. مش رواية شو ده؟ فلما رواه يعني إمام مالك موطأ رواية كذا مش حديث. يعني بو متفق عليه حديث بخاري مسلم رواية كذا. بخاري مسلم رواية كذا مو مسموع. Buxoriy Muslim deganga sal diqqat qilaman, balki Imom Malikdan rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Muttafaqun alayhi. Shuni tekshirib baqili. Chunki bunga masala bor. Rivoyat chekib qolib muqarrar. Shakning qilganligi nimaga taqashmaga yadrib bor. Lekin ma'noda hozir Imom Malik rivoyat qildi Muvatta degan kitobida. Chunki mushahhiddan da fima duna 5 awsuq aw fi 5 awsuq deb 5 awsuqning gapi tilgangan bo'lg'achqa İmam Malik mu 5 awsuq yoki dunaha deb shuni bekitdi deydi. Yana 5 awsuqimizda zakat masalasini shunda bekitib bor. 5 nasıl zakat kelmaydi? La sadaqa illa fi 5 awsuq deganda hadis bor. Demak, bunda bir bekitish bor endi usul musda. وإنما كان عن مالك في 5 الأوسق رواية. Hem de İmam Malik'ten 5 vasaq mı ya 5 vasaqdan tüveniga ruxsat qilingan degan masalada ikki rivoyat bor. Hadi 5 vasaqdan tüvenda ma'qul deyilmaydi. Lekin 5 vasaq qilib qolsa yo'q deyilgan. İmam Malik'ten 5 vasaq degan qarashim bor ekan, yo'q 5 vasaqdan tüven bo'lish kerak degan qarashim bor. Nima uchun bunday rivoyat kelib qoldi desa, hadisda shunda shaklan kelib qolganlik uchun. İşte bu yo'q chiqdimi hadisi? Chiqdi. Ya bu yo'q chiqdi. Bayl araya chiqdi. Lekin bu Buxoriy Muslimda zab qilinmiş onda. Yani mushahhidga bu shak, yani shak ravi dedi-ku. Qaysi ravinin gapi shu? Abu Hurayra mı ravi hazırmaydı? Abu Hurayra'dan rivoyat qiluvchi ravi, undan keyingi adam ravi, İmam Malik mi ravi? Qaysi ravi shak qildi? Abu Hurayra'dan Abu Sufyan Mavla falan degan bir kishi rivoyat qilgan. Undan andın Davud ibn al-Husayn degan kishi rivoyat qilgan. Hozir mushak Davud ibn al-Husayndan kelgan.
Müşravi şaqqib qolgan. Fima duna 5 awsuq aw fi 5 awsuq deb avni akaga adam musho. Siz bir demek için hesapta. Ya 5 awsuq. Taze esidi yo'q bo'ldi. Shaklinib qoldi. 5 vasaqdan tuvan yoki 5 vasaq deganda qilgan deb bunday shaklinib qoldi. Endi musho adam hadisimizda sal ojiz. Şu Buxoriy Müslim yo'qmi deyman hadisda. Mushu shak lafzi bilan yo'q deyman. Hadisimizda ojiz bor. Davud ibn Husayn degan. Ba'zi aqida kashfsin ba'd qilganlar bor. Hatta İmam Malik mushu rivoyatini rivoyat qilganlik uchun İmam Malik yaxshi qilmadi mana deb tanqid kuchirga ahvol bor. Yani layyinul hadis tarafta aciz bir rivayette. Ve amma iştiratuhu en yekuna min zalika sınfi bi'aynihi iza yebise. Yani aş xo'mininki ajvos ajva, xo'yni vos xo'yni, maysan bos maysan. Aş turdim bo'lish kerak, ishkiraysa deb shart qilishi ma tuandiki hadisga asosan dedi. فلما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا مشاهدش روى عن زيد بن ثابت يعني موطأ زيد بن ثابت'ten İmam Malik özür rivayet kılgan. Bu muttafaqun alayhi hadis. Buxoriy Müslim rivayet kılgan. Ya da xarrajahu Muslim debdi. Amaliyatda Buxoriy rivayet. Xarrajahu Muslim vel Buxoriy. Dikim bundan qanday dalil chiqadimda? Shu o'z turdim bo'lish kerak deganga. Ha, shu gap shuki. Ya'ni xo'mini xo'miga almashtirsa, xo'mini uzumga yoki anaga almashtirmasa. Uni bütün o'tang ajbini undan to'g'ri xo'miga almashtirish bo'lgan chiqadimi endi misol. Bunda chiqish kerak. Saqlasak ma'noga Nasihat deganda chiqadimi deymi? Qanchalik eg'irligini o'lcharlash. Bayatın yuqorida min sinfi tamril ariya degan. Ama yani şunu turdim degan gap bordi. Mishalda shuni deyish kerak aslida. Mana ayyakuna min zalika sinfi bi'aynihi idha yabis. Ashundan bo'lish kerak deyni mushadis bi kharsiha tamran debdi. Lekin bu yerda unda bak dalil chiqmaydi ekan. Bi kharsiha tamran degan. Bundan balki endi xo'mini tegishsa, xo'mini o'zingga tegishsan bo'lmaydi degandek mazmun chiqishi mumkin. Sahibul ariya nimani dayiga tushnama va yevak xo'jadan bo'lishmi? Ash kambag'al shu. Kambag'al shuni setayotmoqchi hozir. Kambag'al shu. Sahibul ariya mushu mavhubi lahu mushu. Hiba qilayotgan ekan, mushunga hiba berilgan ekan, bu andan shaxtga shu mevasini gulli mevaga setish ruxsat qilindi dedi. Lekin bu odamda bir qarsa tamran degan gapdan shu turdagi xo'mi bo'lish kerak degan gap yo'q. İmam Malik shu mushahadasini dalil qildi deydi. Amaliyotda uning dalili yo'q buningda. وأما الشافعي أن الإمام الشافعي دليل شوسة فعمدته حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا. مزابنة يعني التمر بالتمر ده إذا خلقت أنا التمر الرطب على رؤوس النخل بالتمر عندك. هذا يعني الثمر بالتمر بولشمكن. الثمر بالتمر. Yani pişkivat bunu meyve de koy, samar da dumqisa, at-tamr din gül xomani. Yani at-samaru bit-tamri illa ashabal araya. Muzabanan tosqan. Yani bu yeni pişkan xomini gül xomiga tegishdi, muzabana degan. Faqat lam araya egillarga shunda setishga ruxsat qilgan degan mushahadisni dalil qildi. Fa innahu adina lahum fihi. As-sudga şu kişilerge qarta ruxsat bergende bu muttafaqun alayhi hadis bu ishkilisi Rafi ibn Khadij bilan Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhumadan rivoyat qilindi va qawluhu fiha ya'kuluha ahluha rutaban yani mushuni dalil qildi Imom Shafiy bayatın ahluha deganni qildiqo ahl degan shuni setib olgan kishi sirtdan uchinchi shaxs demakchi deydi wal ariyatu indahum hiya ismun lima duna al-khamsati al-awsuq min at-tamr. Şafiy mazhabidagi olimlarning qarashidami ariya degan 5 vasaqdan tuvan bo'lgan xo'mini ko'rsatgan. Yani 3 tip xo'mining nisi dediqo? Ha shuncha. Nima uchun esa vadalika lamma kana al-urf indahum chunki ularning Madinada bo'lgan urf odat shuki ayyahab ar-rajulu fil g'alib min nakhlatihi hada al-qadra fama dunu. Chunki bir kambag'alga bermoqchi bo'lsa, bog' egasi mushunchalik narsani birdi deydi. Butun bir bog'ni unda bir o'tilgan. Nech tonni meva chiqarganini bir o'tilganda shu. Shu 4-5 kishilik bir oila yeydigan narsani bir o'tish bor edi. Shunda bo'lgan ekan xussa hadal qadru allazi ja'at fihi ar-ruxsatu bismil
hibati li muwafaqatihi fil qadri lil hiba. Davaniken aşında kişiler beritildiğin miqdarga udil kelgan bo'lg'achqa mush 5 vasaqtin tuvan degan gap mushunga hasolatda o'lcham qilib bekitildi. Ve qad ihtajja li mazhabihi. İmam Şafii özünün mezhebiga dalil qilib ekeldi. Ma hadisni bima rawahu bi isnadin munqati'in an Mahmud ibn Labid ennehu qala li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem imma Zeyd ibn Thabit radıyallahu anhu ve imma gayrihi ma arayakum hadihi. İmam Şafii mush hadisni dalil qildi dedi. Bu nimaga dalil qildi azar? Ruxsatni 5 vasaqdan tuvan ekanligiga. 5 vasaqdan tuvan degan. İmam Malik 5 vasaq bo'lsin bo'ldi degan qarashim bor edi. Tuvan degan qarashim bor. İmam Şafii tuvan bo'lish kerak deb turadi. Shuningga mushuni dalil qildi. Lekin bu hadis, bu asar İmam Şafii bilan Mahmud ibn Labidning o'ttirdiki sanad chiqib qolgan, munqata. Yani bunu muallaq deb qo'yamiz. İmam Şafii allaqahu deb qo'yamiz. Buni al-Umm degan kitobida, yana ixtiloful hadis degan kitobida rivoyat qilgan İmam Şafii. 5 vasaqning gapi yo'q-ku bu. 5 vasaqning gapi yo'q, lekin 5 vasaqning tuvan degan mazmunga ishorat var shunda. Mana ma arayakum hadihi deb so'rabdi. Yani Zeyd ibn Thabit yoki yani u bo'lishi mumkin, boshqa bir sahoba bo'lishi mumkin. Shuningdan bu sizning araya deganing nima gap bu deb tabi'inlar so'rasa, qala fasamma rijalan muhtajin min al-ansar. Yo'lma ansarlardan muhtoj ba'zi kishilarni tilga oldi dedi. Bu kambag'al kishilar shakav ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam anna rutaba ata. Yani yangi pishgan mevlar hozir payti kelib qoldi. Lekin bizda unda meva yo'q. Valaysa bi aydihim naqdun yabta'una bihi rutab. Unda bog'larda unda rutablik daraxtlar yo'q bunning bog'van emas ekan. Ham qo'lida yangi mevani setib olgan bir narsa yo'q ekan. Ya pul yo'q yoki gul yo'q tamdo ya pul yo'q deylar. Naqdun deganda pul yo'q. Yangi meva setib ollar desa pul yo'q. Tayakulunahu ma'an-nas. Xalqliganda bizning yegimiz qildi. Bolalarimizdan yegimiz qildi. Unda setib ollar desak pulimiz yo'q. Qanday qilamiz deb shikoyat qildi. Va indahum fadlun min qutihim min at-tamr. Ularning qo'lda guli xomi var. O'zining uzuqchilik odat yekilayotgan guli xomi bor ekan. Qanday qilamiz degandan farakhasa lahum an yabta'u al-araya bi kharsiha min at-tamr alladhi bi aydihim ya'kulunaha rutaba. Ularga ruxsat qildi. Ash arayani, ay bir nechta tuxumini mevasini aşağı üstü turib yanib chiqamasini. Ashundan mo'lcharlab qo'lingdagi gul xomiga setib olinglar. Setib olib ondan ashuning yangi mevasini yanglar deb ruxsat. Bu İmam Şafii'nin ariyati allati ruxisa fiha laysat hiba va innama summiyat hibati ila tajawuz degan tushundimi? Buni hibidimiz ama hibiga tajawuz inson qilib berdi. Agar sahabi hibi bo'lganini so'rmaydi, agar hibi bo'lgan bo'lsa, lekin hibi emas, banda nas deyamizda Imom Shafii. Ya'ni shu kitobni naqlaganim yo'q. Degan bu? Yo'q. Hibi emas, hibi tajovuzun. Ma kitob chiqmadan, boshqa kitobda bayon qilish mumkin. Alika mana bizda mavzu o'qitdi maktabda. Ta'lilu ma ishtiratahu Shafi'i fi bay' al-ariyah deb. Yabta'un al-ariyah degandim. Ha, unda olsa sababi ruxsa fi bay' al-ariyah degan gap kelgan. Yani İmam Şafii bilan İmam Malikning ruxsat qilishining sababida ikki xil gap chiqdi. Birisi İmam Malik bog'vanni bearim qilayotganlikdan, bog'van bearimchilikdan qutulish uchun ruxsat qilgan dedi. İmam Şafii kishilarning yangi mevani yegisi kelib qolganlikdan shunga ruxsat berilgan degan. Shuni dalil qildi. Ya kişiler degandek bizning mana shu mevani yegimiz kiribdi, qanday qilamiz desam, unda ruxsat bergan demoqchi ekan. Lekin bu munqata. U gap beshli yo'q unda. Ba'zi Ya mushigan o'zi masalan, ammo Shafiining gapini ruxsat kelgan vaqtimizda shu abzasning ichida ham demak, sabab ruxsat to'g'risidagi gap yo'q. Gap yo'q. Limadhabi ilm deb qo'ydi. Lekin mushunda unda shu sababi ruxsat. Bu yeydigan narsani 5 vasaqni qo'yib ketmaydi. Haqiqatiysi 5 vasaq narsa yaplanmaydi. Shunga o'xshab 5 vasaqning tuvan deganga model bo'ldi. Bu mumkin. Demek sebebul ruxsa ve qanchalik miqdorda ruxsat qilindiganga Imom Shafii dalil qilgan bo'lsa, lekin bu dalil munqata. Sanada munqata bo'lgan ekan, dalil bo'lanmaydi bu. Ve innama lam yajuz ta'khir naqd at-tamri li'annahu bay'u at-ta'am bit-ta'am nasiyatan. Nima uchun naq birisi deb turoldi, nasibasi bo'lmaydi desa, chunki bu ashliqqa nasiya setishdan iborat. Bu riban nasiya bo'lib qoldi, shuni naq berishing kerak deb turoldi. وأما أحمد فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخص في العرايا ولم يخص المعرية من غيره. İmam Ahmad bunun hibe deganligiga shu yuqorqi hadislar dalil desak, ondan
ruxsat qilinganligimi o'sha yuqorqi hadislarni dalil qiladi. Ondan nima uchun ash bag'vandan boshqaga musatsi bo'ldi deganga u hadislarda unda bag'van bilan ba'san degan bag'vanning xos bir ruxsat qilgan ahvol yo'q deb ash hadisning umum lafzini dalil qildi. Va amma Abu Hanifata, imom Abu Hanifa فلما لم تجز عنده المزابنة المزابنة جازمان كان المزابنة أما إمامنا نظر جازماس إمام أبو حنيفة قرأت ترك داتن زاد إمام أبو حنيفة بنا قندا بيسترب كل داسة إمام أبو حنيفة من ذا قرصن مزابنة جازماس قندا قلده وكانت إن جعلت بيعا كانت نوعا من المزابنة سلين كده ما إن جعلت بيعا نوعا من المزابنة كانت مثلا كده كانت دام مشاهدة إن جعلت بيعا أشعرية يعني مثلا المشتري مثلا برسود دبقة سق ومزابنة سود سود قلته شنو ما المزابنة شكلن جنته برسات المغان من ده بغان لكن قد نقل مثلا رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع عند المعري قلنا برب المشتوسة معري ولا معرى له إسلام المشتوس بولدو ديم مزمن شقة bu soğudu diyen gibi mesken bu. Eğer soğudu olsa kimgi satalaydı? Ondan bu bey' meselesi mesken ve innema huwa min bab rucu' al-wahib fima wahaba bi'a'taiha kharsaha tamra. Ameliyatı bu ne diye ibaratsa aşı daraxtki mimini bervetken kişi aşı bervetken miminin ornuna qaçıda gül xo'mirib lan mo'lcherlab turib gül xo'mirib lan hibini almashtırib işte ibarat etdi. Yoki aw tasmiyatu iyyaha bay'an indahu majaz. Bay' deganda bu yerda majaz chek bo'ldi. Aynan majaz ishiltish bor edi. Fiqh kitoblarida, arab tilida endi ishiltish bor. Mesela inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Anfusul mu'minin ve amwalahum mulkun lillahi ta'ala. Tamam? Mulkun lillah. Davamki ya da ishtara degan bay' ve shirani bildirdi. Davamki bu tecavüzen shira deymiz. Amaliyotda shira emas bu. Tecavüzen, majazan shira deymiz. Shunga o'xshashanda tecavüz demasi bor demakchi. وقد التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه. إمام مالك كان بعض الروايات لدى مش مضمونها دقت قلت له. فلم يجز بيعها بالدراهم معنى مش مضمون بوغاشقا İmam Malik İmam Malik mi daqat qildi İmam Malik bilan İmam Abu Hanifa'ning adına yiqilib qoldi faqat lam bu İmam Abu Hanifa bay' deb atamay bay' emas dedi ya'ni natija o'xshash almashtirish bag'van bilan ashkamagan o'tirilgan bo'ldi İmam Malik mi ashkalan o'tirilgan bo'ldi dedi unda o'nkan yana biz tarafdan bir rivoyatda İmam Malik bu daraxtga mush xo'mini tanga ya tillaga satsam bo'lmaydi degan Vela bir şey min el-eşya sivel xars. Aşu mölçelep turuplam qo'miga tegishdan boshqa unda bir narsa satsam bo'lmaydi debdigan. Deganken bu nimani bildirdi olsa, bu xuddi shu hiba masalasi ekan. Bo'lmasa, u o'zining mulkolab bo'lgan bo'lsa, uni sata oladi uni demoqchi ekan. Ya'ni pul satsin sata oladi, boshqacha kilolab satsin sata oladi demoqchi ekan. Ve in kana al-mashhur anhu jawazu zalik. Lekin yani mashhur rivoyatda jaiz ekan. Hozir ma İmam Abu Hanifa qarashiga yaqin kelib qoldigini bu g'ayril mashhur kelgan qarash. Xarsdan boshqa deganingga falan yuz kilolab demoqchi. Svel xars degan kilo kamchiliklardan satash demoqchi. Gerçi mashhur bo'lgani Başın dürüst keldi demoqchi bo'ladi. Dirhamlarga va boshqa narsalar. Setiş durust. Meşhur rivayette. Şu iltifata fi ba'd rivayet anhu dedi. Meşhur bulungan aciz rivayetinde İmam Malik aşında detken. Darahim satsam bulmaydı. Xars qilib satsa unda kemçeller nuqul satsam bulmaydı degini. Bu xuddamdır bu bir xil hiba. Hiba bo'lganken o nimaning isulan aşında o'rnini almashtirib yangi ishlasi bo'ldi degandek bir nima chiqib qoldi. Dal İmam Abu Hanifa degandek bo'lmasmi? Azroq shundaroq bir mazmunga yaqinlab qoldi deydi. Abu Hanifa'ningni uni tengsiz bo'lmaganda qildi. Bo'lmaydi demoqchi. Ha bu olganni odamda qo'lga topshirib olmaganlikin o'zining mulkimi dedi. Imom Abu Hanifa. Lam yaqbid hatta yasira mulkan lahu. Fa kayfa yabi'? Wa qad qila mandam deyilib turdi. Inna qawl Abi Hanifa hada huwa min bab taghlib al-qiyas ala al-hadith. Bu ma'noda xuddi bayatın İmam Malik'nin dediği musadamatun qiyas bin nas degandek bu hadisning qiyasini a'lo bilganlik yoki uni kuchli deb qaraganlik ustidan jalliq deb qaraganlik deb mundam deyilibdi. Bu yerda İmam Malik o'xshabdi.
Lekin qiyos degan bilan Imom Abu Hanifa sayyidis qilingan. Lekin sayyidisning umumini oldi ma'no. Naha anil muzabana degan hadisning umumini oldi. Masala shu. وذلك أنه خالف الأحاديث في مواضع منها. Mana bu qiyosni ko'tarib chiqib, hadisni qo'yib, bu qiyosni hadisdan ustun qo'yganlik deganning bayoni Imom Abu Hanifa shu hadislarga bir necha o'rinda xilof chiqildi. Masalan, shu o'rinlarning birisi annahu lam yusammiha bay'an. Buni bay' deb atmadi. Lekin sayyidisning deb keldi an tuba'a bi kharsiha tamran. Bay' degan nima bor shunda? وقد نص الشارع على تسمية بيان. شارع سيدسده بيادب أطغان. bunun qarta İmam Abu Hanifa namısı bu tecavüz bu. Şu hadisteki seyedski beyadab atığına tecavüz ibaret. Qulda innalloha ishtara minal mu'minina anfusahum deganga o'xshash deydi. Bu ham demak jalliq emas lekin marad de. Lekin unda Imam Abu Hanifa majmur qartaning deb javob berdi. Silamu ariyan tarif qilsak Imam Shafi'i masalan bu qarta dalil qilib silamu ariya degan nimada sahih hadis bilan lug'atga xilof ish qildinglar dedi. Lug'atda ariyaga hiba. Imam Shafi'i hiba emas deb turoldi. Lug'atga xilof ish qildinglar. Anda o'sha sahih hadisda o'sha araya degan asl mazmun nimada? Bagan narsani. Bir odam big'idiki bunda qavmining mo'ysini shu kambag'alga berib o'tishga iboratdi. Lekin sen bu sahih hadisga xilof ish qilding. Mallam emas degan. Ham lug'atga mo xilof ish qilding dedi. Yana birisi İmam Abu Hanifa'nın hadis xilaf qilgan misollarning birisi annahu jaa fil hadith annahu naha anil muzabanati wa rakhasa fil araya. Hadisda naha anil muzabana wa rakhasa fil araya deb istisnot keldi. Yani sayyidisning ustida illa al araya degan. Wa ala madhhabihi la takunu al ariya istithna'a min al muzabana. Bunun o'sha arayada masalan bu hibitda hibini g'achida o'rin almashtiruvsiz degan gapga asosan nim bo'ladi? Bu ariya degan muzabana istisno qilgan narsa emas. U boshqa narsa deydi, tamam? Boshqa bir narsa, muzabana emas bu, savdo emas deydi. Lianna muzabana hiya fil bay'. Chunki muzabana degan bay'da Imom Abu Hanifa arayaning almashtirishni bay' demadi. Ibn almashtirish dedi. Demak, bu yerda Imom Umdanish demakchi, yo'q bu istisno. Mustasna minhu masalasi bu. Araya shu muzabananing bir turi demakchi. Undan keyin savdo bo'ladi bu demakchi. لأن المزابنة هي في البيع والعجب منه أن bunun hayran qalarlıqı İmam Abu Hanifa'nın yani bir xil zid beş qilganlıqı أنه سهل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع كالكلب يرجع في قيد degan aşu hadis var. Bunundan istisnamız kemmigen. Tamam. Bu istisnamız kemmiganda istisnadın bizden payda qilganda qilyapti. Endi istisno kelgan muzabana va araya masalasida bu istisnoni hisoblanmagan. Ya o'rin olmuş tağında bir ahli bulag'lar deydi. Binas shara degani kalbi yarju fi qay'i deganmi shu. Lekin bu odamda bu g'ayr musallam desak bo'ldi. Nima uchun? İmam Abu Hanifa bu yerda istisno qilib bunda qiluvjimidi. Bu kalbi yarju fi qay'i deganda bu lam yarja fi qay'ihi. Agar bunu beğenmeymen deb tursa, raja fi qay'i bo'ldi, shunami? Beğengandan yandırib oldi bu. Lekin bu yandırib olmay, uning o'rnini boshqa narsa berdi. Yangi chiqqan qovunning o'rniga gul qo'mi berdi. U hech nima be'maylan yandırib olgan ish yo'q. Bunda sekin bu sal yengillaydi. Bo'lmasa Imom Abu Hanifani baksa qo'yib qoldi. İmamimizni. Bizning aytganida tutirib nima ma'no beradi? Ha, degan bo'lsa, xalqi qilmagan ekan. Qo'liga bo'lgan bo'lsa, bu qaytirgandek bo'ldi. Qo'liga olmagan ekan, u yandırib olgan degan gap kelmaydi. İmam Abu Hanifa'nın bu nerede bayin sanmasında bu bayin sanmasa bunun da ribal fazl banası eşkisi bo'lib qoldi ekan. Ben şeriatda bunga bir yo'l qo'yganlik toza yaxshi emas deb qarab shuni bayasanganmi ya? Balki. Lekin bu endi baya degan taqdirdami, yani raxasa fil araya bo'lgandan maylitdi. U jazoni asbini shakllanmaydi. Lekin Imom Abu Hanifa nimaga diqqat qilgan? Bag'vanning o'ziga setish masalasi degan taqishib qolgan ekan. Bu bay'ulab qolsa, chuqum bu boshqa uchinchi bir shaxs xalqa adamga sata olsa bo'ldi buni. Xalqa adamga satanmaganlik taqib o'zining to'liq mulki emas ekan bu deganni bildirdi. Undan ekan bu taqa hiba g'ayri maqbul ekan. Undan keyin qabd qilishda ilgari qat'iy o'rin almashtirasi bo'ldi. Bu bizga shunday bir tangi puldan 5 dinayni bermoqchilar, haj pul lozim bo'lib qoldi. Tutiradi, qat'iy bilan 5 qo'yilib pulimizni almashtirib bergandek. Hech qisi o'xshashmi? Shundaroq bir narsa ekan. Undan keyin bu yerda ruju fil hiba degan gap bak yo'q.
وعسر عليه أن يستثنيها مما استثنى منه الشرع. يعني أرايانا مزابنة استثناء قيغانته شريعة شنما uni shariat istisno qilgan shaklda istisno qilishga unamay turoldi yoki istisno qilishi qiyin bo'lib qoldi buni istisno qilinmay qoldi deydi lekin oyada istisno kimga edi istisnoni paydo qilib oldi deydi demak araya muzabanadan mustasnati demakchi vallohu a'lam.